Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Sizlarga bir yangilik ko'rsatamiz. Mana oxir qurish jarayonlari bo'lyapti Apolavkadan. Tak, bunaqasi 63 ga, uzunligi 2,5 metr bo'lyapti. 2 metr gapmi. Hozir batafsil ko'rsatib o'tamiz. Balandligi 50 sm bo'ladi. Eni 20 sm bo'lyapti. Chuqurligi 50 bo'ladi, keyin 15 sm ko'tarib tagini qo'yib to'g'rilanadi. Sababi mol chumchug'i ovqatni yeyish uchun. Uni narxiga keladigan bo'lsak, mana shuni hozir ko'tara savdoga, metriga yo kubga emas, ko'tara savdo bo'ldi bu. 1 millionga dogovor bo'lgan hozir bu. Kimga mana shunaqa oxirlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Borib oxirini chiroyli qilib beramiz. Mana bu yerdan hozir oxiriga qolgan suv puli bo'lsa, mana bu yerga tushadi. Bu ariqchadan ariqchamizni uklon qilib qo'yib ketamiz. Bu yoqdan ham suv pastga tushib ketadi. Bu yerga mol bog'lanadi plashadkaga. Mana bu oxiri 1 millionga savdo bo'lgan. Xizmat haqqisi. Razmerlarni aytib o'tdim. 63 ga, balandligi 50 bo'lyapti, eni 20 sm. Razmerga qarab narxi ham o'sib boraveradi. Agar kichikroq bo'lsa 600 ming, 700 ming shunday. 2 metrdan katta bo'lsa, mana shundan kattaroq bo'lsa, qimmatlashib boradi. Bu 2,5 metr, 2 metr. Apolavkamiz tashqari tomoni 2,5 metrlik, ichi 20 qashqaroqdi. Mana shu razmerda quyib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamimiz o'sha eski raqam 95lik 455 03 87 ga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Steshka, shkaturka, blok terish xizmatlari bor bizda. Steshkalar kecha qo'yildi, tomondan kecha qo'ydik. Xudosa qolgan davomini qo'yib topshiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lishni unutmang azizlar. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Oila barlariga eson-omon qaytsin. Mana shu ustalarimizga like bosganlar Ka'batullohni ushlagan savobini olsin azizlar.